belgi oldida turibdi. İçida 100%. Penalti bormi, yo'qmi degan. Qobiljonov, Sardor va gol! Norxonov Buxoro jamoasini oldinga olib chiqmoqda. Uchrashuvning 10 yoki 11 daqiqasi bilmadim. Eng yirik hisob Xorazmda 3-0, Buxoroda esa 5-0. Xorazmliklardan yana bir imkoniyat. Nega bunday zarba? To'p darvozada. Sanjar Shohmedovning maydonga tushishi va mana bu yerda Xorazm futbolchilari hisobni tenglashtirish bilan yakuniga yetmoqda jarayon. Mana voqealar rivoji qay tariqa ko'rinish olganligini ko'rishingiz mumkin. Sanjardan aniq uzatma va mana bu yerda bu bilasizmi? Ko'rinishidan uzatma edi. Deb o'tdim 7-raqamda Muhammad Safa Fozilov harakat qilyapti va 10-raqamda Shohruz Norxonov va 2-0 o'yindan tashqari holat yo'q. Shohruz bugun dublga erishmoqda. Ofsayd yo'q. Yoki bormi? Mana bu yerda ofsayd haqida gap so'z bo'lishi mumkin emas. Himoyachi yuribdi. Norxonov bunday vaziyatlardan foydalanib ketadigan futbolchi hisoblanadi. Himoyachi hamda yarim himoyachi. Fozilov Muhammad Safa to'pni o'ng tomonga, Yo'ldoshevdan uzatma. Mana bu yerda esa 3-gol Xorazm darvozasidan joy olmoqda Dominik Begich. Buxoro safardagi 3 ochkoni naqd qilish uchun juda yaxshi imkoniyatga ega bo'lib turibdi. Yaxshi uzatma va mana bu yerda ko'rinishdan to'p maydon tashqarisiga chiqib ketadigandek edi-yu, ammo Buxoro navbatdagi yurishni amalga oshiryapti. Norxonov yiqitildi. Norxonov emas va 4-gol ham bor ekan. 4-gol ham.